Speakingga tayyorgarlik ko'rish nima bo'lishi kerak? Sizlar speaking imtihoniga mana tayyorgarlikni boshlayapsizlar. Speaking examga tayyorgarlik ketyapti. Biza boya gapirdik. Agar siz speak more, ko'p gapirsangiz yaxshilanib ketadi dedik speakingiz, lekin speak more, ko'p gapirsangiz yaxshilanmaydi. Yaxshilanmaydi. Mana qaranglar. Ko'p gapirsangiz yaxshilanmaydi. Nima qachon? Agar faqat o'zingiz g'oyalaringiz bo'lsa. Nima deyotganimni tushundinglarmi? Ko'p gapirish bilan speakingiz yaxshilanib ketmas ekan, agar faqat o'zingiz g'oyalaringiz bilan bo'lsin. O'zingizda bor gapni gapiraverasizlar, hech narsa o'zgarmaydi. Tushunyapsizlar? Ya'ni umuman foydasi yo'q. Ko'p gapirdimga kirmaydi u. Ko'p gapirish qachon rivojlantirasiz? Speak more. Agar ko'p gapirsanglar qachon rivojlanadi? Yaxshilanadi agar not simple, oddiy emas, simple degani namuna. Qarang, namuna javoblar bilan ishlasangiz. Ko'p gapirish kerak, faqat o'zingizning g'oyangiz emas, namuna javoblar bilan ishlash kerak. Namuna javob deganda mana bu kitobimizda masalan pastda javoblari bor. Bu namuna javobni 100% ko'chirib olib gapirish kerak emas. Namuna javobni qaysidir g'oyalarini, qaysidir so'zlarini, masalan, o'shani 100% deb olsanglar, 100% deb olsanglar, sizlar eng kamida bir 40-50% ni olsanglar yetadi. Tushunyapsizlarmi? Chunki 100% olsanglar u yodlash bo'lib qoladi. Yodlash ham sizni yaxshilamaydi. Yodlashda ham foydasi yo'q-da. Siz chunki ichkarida u savol tushadimi, yo'qmi yoki boshqa savol tushadimi, shu vaziyatga tayyor turishingiz kerak. Faqat shu uchun tayyor javoblarni 40-50% ni olish kerak. Kerakli lug'atini, g'oyasini olish kerak-da. Plus o'zingizning g'oyalaringiz. O'zingiz g'oyalaringiz bilan ikkalasini aralashtirib bitta javob tayyorlash kerak. Tushunyapsizlar? Masalan, yuqoridagi savolni ko'rib qoldinglar. Masalan, nima savol tushdi deylik sizlarga? Do you like bu portfol haqida gaplashyapmiz hozir. Do you like going to the cinema? Kinoga borish yoqadimi degan savol, Birinchi step nima, do'stlar? Shunga javob berish uchun birinchi step faqat o'zingiz javob berib ko'ring. Hech narsaga qaramasdan. Qanaqa javob bera olasiz? O'zingiz sinab ko'rasiz. Birinchi part. Step 2. Xo'p. Step 2 da nima qilasizlar? Learn and research. Step 2 da o'rganib tadqiq qilasizlar. Ya'ni yangi so'zlar, grammatikalarni ikkinchi bosqichda o'rganasizlar. Mana birinchi o'zingiz javob berdingiz. Undan keyin javobingiz baribir yaxshi bo'lmaydi, chunki siz endi tayyorlanyapsiz. Undan keyin javobni yaxshilab o'rganib turib, uchinchisida rekord qilasizlar. Step 2, 3 record yourself. O'zingizni rekord qilasiz at least 3 times. 3 marta, eng kamida 3 marta rekord qilish kerak. Birinchi, ikkinchisini eshitib ko'rasiz, uchinchisida yaxshi bo'ladi. Bir marta rekord qilish bo'lmaydi. Tushunyapsizlarmi? Shunda bittagina mana bu savolga, bir dona savolga tayyorlanishga o'rtacha qancha vaqt ketadi? Mana bu o'z javob berib ko'rishingiz bu 1 minut vaqt oladi o'rtacha. Mana bu research qilib, sample javobni o'qishlaringizga ham bir o'rtacha 5 minut vaqt ketadi. Mana buni qilishga ham 5 minut vaqt ketadi o'rtacha. Umuman olganda bitta savolga vaqt ketkazasizlar, o'rtacha 15 minutcha vaqt ketadi. Bu degani 1 soatda sizlar
Beshtacha savolga tayyor bo'lasizlar. Questionga. Har kuni 1 soat ishlasanglar 5 ta savol bo'lishi mumkin ekan. 1 soatda. Mana bunda sizlar rivojlanish ko'rasizlar agar shunaqa ishlasanglar. Lekin shunchaki "Do you like going to the cinema" desa, o'zingizni g'oyangizni olib gapiraversangiz, keyin uni rekord qilib tashlayveraversangiz, unda rivojlanish bo'lmaydi. Yangi so'z qo'shmasangiz unga foydasi yo'qda. Endi speaking shunaqa long and painful process. Buni tan olish kerak. Qanaqadir sehrli damlama yo'q, menda ham yo'q, boshqa o'qituvchida ham yo'q. Shuni bilib olinglar. Ya'ni qaysidir o'qituvchidan yoki kimdandir kutmanglar speakingni tepa qilib qo'yadi deb. Yo'q, practice qilish kerak. Mana shu narsalar aytilgan narsalarni qilsanglar, hech bo'lmasa 10 kun qilsanglar natija sezasizlar. 100%. Natija sezilmasligi mumkin emas. Mana bunaqa ishlagan odamda natija bo'ladi. O'zingiz gapirib ko'rdingiz, bo'lmadi. O'rganib turib, yaxshilab research qilib turib, keyin gapirdingiz, keyin rekord qildingiz va oxirida o'qituvchidan o'sha feedback oldingiz. Qayerga qarab ketyapsiz? Nima qilyapsiz? Ana undan keyin sizda natija bo'ladi. Shu paytgacha shuni kimlar qilib ko'rgan masalan? Shuni qilib ko'rganlar bormi? Xuddi shunaqa tayyorgarlar. O'zingizga savol berib ko'ring. Shunaqa ishlab kelyapsizmi? Ya'ni bitta savolga shunaqa javob beryapsizmi siz? Yoki mana bu texnikalar tepadagilardan foydalanyapsizlarmi? Example berishga moslashib, sabab berish yokida simple answerlar o'qiyapsizlarmi? Yo'q, o'qimayotgan bo'lsangiz yaxshilanib ketmaydi-da. Uning uchun nima qilish? Aha. Men birinchi shu mana shu topikni savolni ko'rganimda birinchi o'zim hayolimda anaqa planirovka qilib ko'raman, keyin javob berib ko'raman. Keyin o'sha birinchi aytgan gapimiz. Mana buni aytyapsiz. Mana buni aytyapsiz-da. To'g'rimi? O'zim javob berib, men shunchaki og'zaki javob bermayman, yozib olaman agar tayyorlansam. Keyin u ham yaxshi. Ideyalarim yoqmasa o'zimga, keyin haligi sayoz bo'lib qolgan bo'lsa, keyin internetdan izlanib, haligi samplelar topib, 3-4 tani birlashtirib, boshqatdan yozib chiqaman. O'shada mana bu ikkinchisini aytyapsiz. To'g'ri qilasiz, to'g'ri ishlayapsiz. Mana ikkinchisida xuddi shunaqa o'rganib chiqasiz va uchinchisida keyin yana javob berish kerak. Rekord qilish kerak. Oynaga qarab, oldingizda oyna tursin gapirayotganingiz sarvinoz. Oynani oldida bo'ling iloji boricha. Unga qarab rekord qiling. Gapirayotganingizni mana 2 martasini kamida oynaga qarab gapiring boshlanishiga. O'zingizda ya'ni og'iz harakatlaringiz, qanaqa gapirishingiz, o'zingizni tutishingizni miyangiz yaxshi eslab qolsa, keyin gapirayotganda uyalmaysiz, tortinmaysiz, hayajon bosmaydi. Odam o'ziga moslashishi kerak-da. Sizlar o'zbek tilida o'zingizni million martalab oynada ko'rgansizlar gapirayotganingizni ishqilib. Shu paytgacha-da. Shuning uchun o'zbek tilini o'ylamaysizlar gapirayotganlaringizni. Moslashib ketgansizlar. Ingliz tili ham shunaqa bir til, faqat o'zbekcha so'zlaringizni inglizcha qilib aytish. Bunday olganda. Gapirayotgan hamma o'zbekcha so'zingizni o'rniga inglizcha gapirsanglar, hammani ovozi chiqyapti, hammani tili bor. Faqat inglizcha so'zlarni qo'ysa bo'ldi joyiga, to'g'ri ideya bilan. Muammo yo'q. Lekin buning uchun practice qilish kerak. Men aytayapman mana bitta savolga tayyorlanish bosqichi qanaqa vaqt oladi. Ana shu narsani qilmasdan turib kutmaslik kerak-da, nimadir kutish qiyin-da. Shuni qilib turib ham o'xshamasligi mumkin emas. Bu amaliyot. Anyone can learn English. Anyone can learn any language, guys. This is not math. This is not chemistry. Bu matematika emas bu. Bu ximiya fani emas. Unda qobiliyat kerak bo'ladi. Tilga qobiliyat kerak emas. Men qaysidir ma'noda shu gapni aytaman. Chunki hamma gapirishni biladi. Faqat amaliyot qilmaydi, gapira olmaydi-da. Shu. Xo'p, do'stlar, buguncha sizlar bilan gaplashadigan asosiy mavzumiz mana shu bo'ldi. Kimda